Sultan Sutuq Buğraxon Qarxonlar davri 920-yil qish faslida olamga keldi. Tunji islom dinini qabul qilgan turk hukmdorining biri 958-yili Atish shahrida vafot bo'lgan. Sultanning Musa Buğraxon, Sulaymon xon, Hasan Buğra, Husayn Buğra, Nasab Tarkan, Hadiya Tarkan, Ala Nur qatorliq oz deganda 4 o'g'li, 3 qiz avlodi bo'lgan. Va sultanning izbosari Musa Buğraxon bo'lgan. Qaraqonlarning hozirgi o'rni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonga joylashgan. Hozirgi Turkiya zamanidan 4-5 cho'nliqda, Yevropa qit'asidan 10 nesli cho'nliqda edi. Qaraqonlarga hukmronlik qilgan vaqti taxminan 932-yildan 955-yilgacha. Sultanning mozorligini 1995-yili Uyg'ur binokor Abu Duryum Asham tarafidan asli keltirilgan. Chet elliklar bizni beshiga salli o'gib olgan, atning ustida yayloq yigiti bo'lib, butun dunyoga madaniyat yodgorligini qoldirib ketgan deb tushundi. Va biz 21-asrdagi sulton avlodi, sapqonliq, birdan-bir Uyg'ur millatimiz. Va biz bu sapqinimizni saqlab qolishimiz kerak. Uyg'urlar tarixdan sulton avlodi bo'lib kelgandir.